Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar. Aziz vatandoshlar. 10 minut atrofida qisqaroq bir mavzu bilan sizlarni birga o'rtoqlashmoqchiman sizlar bilan. Mavzuyimiz dalil ma'nosiga aloqador. Yo'l suhbatlarimiz turkumidan bugun dalil to'g'risida ozgina gaplashamiz. Dalil. Bir odam bir mavzuni isbotlash uchun dalil keltiradi degan gap bor. Hammamiz bilamiz. Dalil nima o'zi degan savolni o'ylab ko'rganmizmi, yo'qmi? Har qanday keltirilgan jumla dalil o'rniga o'taveradimi? Bir odam bir misolni keltirib, o'sha misoldan keyin ana ko'rdinglarmi, falon narsa falondaqa ekanmi desa, o'taveradimi shu degan mavzular bor. Aslida dalilni ham o'zini qoidalari bo'ladi. O'sha qoidalar amalga oshmaguncha dalil o'rniga o'tmaydi. Misol Qur'oni Karimda ham bunga bir qancha misollar kelgan. Mushriklar ribo harom qilingan paytida aytishganki, "Yo'q, ribo harom emas" deyishgan. Nimasi uni taqiqlanadi? Ribo ham xuddi savdoga o'xshaydi-ku, yoki savdo ham ribo bilan bir xil-ku deyishgan. Innamal bay'u mithlu riba deyishgan. Misolni keltiryapti, qarang. Ya'ni ribo harom, sudxo'rlik harom degan jumlaga qarshi dalil, ha bu ham savdoga o'xshaydi-ku degan dalil bo'lyapti. Shu dalilmi shu? Shuni javob berdi deb qabul qilamizmi? Ko'p odam shuni javob berdi-ku mana. Ha o'xshaydi, nima qildi? Unda ham pul ustiga pul qo'yadi, bunda ham mol ustiga pul qo'yadi, nima farqi bor? deydi. Mana shuni javob deyishadi. Do'stlar, bu javob emas bu. Bu so'z o'yini qilish. Alloh taolo keyin oyati davomida ularning gapini inkor qilib aytadiki, ahallallohul bay'a va harramar riba degan. Alloh savdoni halol qilib qo'ygan. Riboni harom qilgan. Farqi bor. Halol bilan haromni farqi bor. Halol bilan harom qadar farqi bor savdo bilan riboni o'rtasidagi farq. Degan va iqtisod tili bilan ham buni tushuntirish mumkin. Ribo, sonra hafifçe sağdan devam edin. Sudxo'rlik, bunga o'xshagan narsalar iqtisodiy jinoyat hisoblanadi. Bu alohida mavzu. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga ham o'zlarini hayotlarida ko'p shunaqa misollarni keltirishgan. Xato topdik mana, Qur'ondan xato topdik deb payg'ambar alayhissalatu vassalomni gaplariga go'yoki raddiyalar berishgan. Va o'zini auditoriyasiga ana ko'rdinglarmi, Muhammad mashatta xato gapirdi qilishgan. Bulardan bittasi mana Abu Lahab. Abu Lahab haqida Tabbat iyada bilan boshlanuvchi sura nozil bo'ldi. Ana shu sura nozil bo'lgandan keyin Abu Lahab chiqib olib, Muhammad yolg'on gapiryapti dedi. Qanaqa yolg'on gapiryapti? Hozir men musulmon bo'lsam, Abu Lahab jahannamga kiradi degan oyat yolg'on bo'ladimi dedi. Ha, yolg'on bo'ladi deyishdi. Ko'rdinglarmi, ana Muhammad yolg'on gapirgan ekanmi deyishdi. Yo, u yolg'on gapirishi uchun sen musulmon bo'lishing kerak. Qani musulmon bo'lchi deyishdi. Ertaga bo'laman dedi. 8 yil mana shu kalaka bilan yashagan. 8 yil. Sura nozil bo'lgandan keyin 8 yil bu oyatni yolg'on qilaman men, ko'rasanlar deb yashagan. Bu oyat yolg'on bo'lmagan. Abu Lahab kofir holda o'lgan. Hafifçe sağdan devam edin. Shunga o'xshagan misollardan yana biri o'zimizni hayotimizga o'tay, misollarni ko'p keltirish mumkin-da, o'zimizni hayotimizda bo'layotgan hodisalardan. Bu Abdullah Zufar deb nomini qo'yib olgan Zofarovich degan bola bor. Mana shu Zofar Zofarovich Samarqandda yurgan paytida masjidga chiqib yurgan. Imom meni tanishim, endi qanaqa taniydi, meni yaxshi biladi.
O'sha imom 500 metre düz devam edin. hop to'xtatishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzingmisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat. Tuzingmisiz? O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamay turibsizlarmi? Hujjatlaringiz joyidami? Joyida hammasi. Tekshirib qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Bemalol, mana. Mana. Bo'ldimi? Oxir salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj, xo'p, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Gaylanning muomalasiga gap yo'q. Alhamdulillah, shunaqa jamiyatda yashayotganimizga. Xo'p. Biz ani Zoparov haqida gaplashayotgandik. O'shani misolini keltiraman. Dalil deb o'ylab keltirishadi-da, mana javob berdi-ku deyishadi-da. Masalaga yaxshilab qarasangiz, aslida javob bergan bo'lmaydi. Aslida noto'g'ri narsani to'g'ri deb ovoz chiqarganini dalil deb o'ylagan bo'ladi. Shu bolani yoshligida jinni bo'lib qolganligini, peshin namoziga tahoratga kirib, asr namozigacha to'xtamasdan suvni ustiga o'tirib olib tahorat qilganligini va uni qo'lidan ushlab, "O'y, bo'ldi qil" deb to ogohlantirmagunlaricha mana shunaqangi tomi ketib qolganligini aytdim men. Ko'pchilikka, yoshlarga, "Ho, ergashmanglar, bu jinni bu. Tomi ketgan, ertaga. Men jinni edim desa chiqib ketaveradi. Sizlar qo'lga tushasizlar. Sizlar baloga qolasizlar desam, nima deyapsan? U jinni emas. Tuhmat qilyapsan" deb baqir-chaqir qildi uni anaqalari, tarafdorlari. "Sen yolg'on gapiryapsan" deyishdi. "U jinni emas, sen yolg'on gapiryapsan" deyishdi meni. Keyin bir hafta o'tdi. Jinni aloqaga chiqdi. Chiqib aytdiki, "Mana" dedi, "Saroy mulla" dedi. "Men Saroy mullaman uni nazdida." "Saroy mulla" dedi, "Meni jinni debdi" dedi. "To'g'ri, yoshligimda shunaqa biroz jinniligim bo'lgan, jin chalgan meni. Buni men aytganman o'zimni suhbatlarimda" dedi. Desa, haligi menga "Abror yolg'on gapiryapsan, Abdulloh Zafar jinni emas" deganlar endi ana ko'rdingmi? Bu o'zi aytgan ekan o'zini jinni bo'lganligini. "Sen yolg'on gapiribsan" deyapti. Hujjatni ko'ryapsizlarmi? Qo'shtirnoq ichidagi hujjat ahvolini tan olib, xatosini bo'yniga olish emas. Sizni yolg'onchi deyaptimi? Sizni yolg'onchi deyishligi uchun rost gapingizni ham yolg'on deyishaveradi. Farqi yo'q. 100 metre sonra trafik ışıklarında sola dönün. Ularga farqi yo'q. Ular javob bersa bo'ldi, ma'nosiga ahamiyat yo'q. Ma'nosi muhim emas. Nima qildi deyapti. Jinni desam yolg'on gapirding deyishdi. Abdulloh Zafar chiqib, "Ha, men jinni bo'lganman yoshligimda" desa, "Ana ko'rdingmi? O'zi aytgan ekan-ku" deyapti. "Sen yolg'on gapiribsan" deyapti. Mana shunaqa gaplarni ajratib olishimiz kerak, do'stlar. Shunga bu juda zohir ko'rinib turgan narsani misolini ko'rdingizda siz. Yashirinchi narsalarni ham, yashirinchi shunaqangi javoblarni ham odamlar javob deb o'ylab yuradi. Bu shunaqalarga tuzoqqa tushmaslik kerak. Bu javob emas. Bu so'z o'yini bu. Tan olmaslik uchun qilinadigan ish. Endi o'zimizni do'stlarimiz bor, ukalarimiz, shogirdlarimiz bor. O'shalarning guruhida o'sha ba'zi masalalarda kelishmovchiliklar bo'lgan. O'sha kelishmovchiliklarda o'sha munofiq tabiat, bitta yarimta bolalar chiqib muhitni buzishgan. Anchadan beri buzib yurishgan edi. Bir indamadik, ikki indamadik, 15 marta indamadim misol uchun. O'shani Abdulloh kim? Rahimov edi. O'sha izohlarda piching qilaveradi, o'zini zamonani Arastusi deb faraz qiladi-da u. O'sha mingir-singir qilaverdi.
Bir indamadim, 2 indamadim, 10 indamadim, 15 indamadim. Qarasam to'xtamayapti bu. Har bitta joyda to'xtamayapti. Hatto anavi sifilist bo'lgan dayuslarni tarafiga o'tib olib, ularni axloqlik, domla axloqsiz deyapti meni. Bularni tabiati zo'r deb yozyapti shularni izohlarda. Endi bu gaplarni gapirgandan keyin javob eshitmayman deyishlik ahmoqlik endi u. Javob eshitasan, o shilpindiriq. Javobni eshitasan 15 marta ya'ni qilgan haqoratingga javob eshitasan. Lekin bitta javobni eshitasan, umring mobaynida yetadi senga. Umring mobaynida sen o'nglanmaysan. Alloh hidoyat qilib, tavba qilib, Allohga qaytsang, endi bilmadim. Endi og'ziga chiqqan gapi, kelgan gapi 300 gapirib metre yotibdi. sonra avluya sağa dönün. Mana shu bola ham bir joyda aytibdiki, domla yolg'on gapiryapsiz debdi. Bu bola menga yozganda juda axloqsizlik bilan yozgan. Ko'rishaman, urushaman, bahslashaman qilib yozgan. Bo'ldi, kel deganman. Kelganda men siz bilan ko'rishlik uchun shunaqa yolg'on gapirdim degan. O'shanda bir hayolimga kelgan edi. Lekin Avluya sağa dönün. mayli deganman, shu bilan bizni bolalarning guruhiga kirib yurgan. E'tibor topib, qo'pol qo'yayotganda odam bo'lib yurgan. Bular jamiyatda ham unaqangi 100 anaqasi metre yo'q odamlar. sonra sola dönün. Endi qarang, gapni qarang. Yo, domla, siz yolg'on gapiryapsiz debdi. Nima deb yolg'on gapirdim? O'sha menga yozgan bu bola, keyin ko'rishganmiz, o'shanaqa degan gapimni yolg'on gapiryapsiz. Unaqa bo'lmagan. Aslida men sizga yozganman, keyin o'qigansiz deyapti. Xuddi mana shularning ishi. Shu Abdulloh Zoparlarning ishi. Ahli sunnaman deyaveradi odam. Mahmud ahli sunnaman deydi. Abdulloh Zopar ham ahli sunnaman deydi. Lekin faoliyatidan bilamiz uni ahli sunnami yo'qmi? Berkin olib, uzoqqa borib olib, gemoroy dayuslarning tarafiga o'tib olib faoliyat qilayotganligi ahli sunnadan emasligini bildiradi. E'tiqodini Alloh bilan o'zini oldida javob beradi. Undan tashqari menga shartlar qo'yyapti. Keting maydondan deyapti. Mahmud yo'qotish kerak Abror maydondan degan edi. Abdulloh Zapar aytganda Abrorni yo'qotish kerak degan edi. Galuboylar aytgan edi, Abrorni yo'qotish kerak degan edi. O'sha Abdulloh Rahimov degan shilpindirig'i ham aytayaptiki, chiqing maydondan, keting deyapti. Meni haqorat qildi degan Galuboy ham shu gapni gapirgan edi. Qayerda haromi isqirt bo'lsa bizga tuhmat, montaj, shantaj qilib tuhmat qilganlar. Shularni hammasi meni haqorat qildi deb o'zidan mazlum yasab olgan edi. Lekin isbotlab berdimki, o'shani qabul do'siblargacha aslida haqoratni bular boshlagan. Shu Abdulloh Rahimov degan hezalak shu boshlagan haqoratni. Men bunga do'stlar bir e'tibor qilib javob bermayapman. Men o'sha guruhda, o'sha jamoada bizni do'stlarimiz bor. Bizni bolalar bor, bizni shogirdlar bor. O'shalar unga nisbatan qanday pozitsiyada bo'lishligini so'raganlik uchun aytayapman. E'tibordan tushib qolgan tashlandiq odam u odam. O'sha anavi Aziz Muqim ham o'shani qo'llab-quvvatlayapti. Bemalol. Men dalil keltirish mavzusida misol keltirayotganim sizga realroq bo'lsin. Qanday qilib bunaqa ishlatish mumkin deganga mana shunday qilib ishlatish mumkin degan misol tariqasida keltiryapman. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Dalil deganda kim nima desa, ha mana gapirdi-ku, javob berdi-ku deb ketavermaymiz. Dalilni o'zini zavobitlari bo'ladi, qoidalari bo'ladi. Bir gapni yolg'on dedingmi, uni yolg'onligini isbotlash kerak bo'ladi. Yolg'onni ta'rifi bor. Bir odam o'zi e'tiqod qilmagan narsani gapirsa yolg'on bo'ladi. Yoki voqealikda narsani bilib turib boshqa tarafiga burib gapirsa yolg'on bo'ladi. Bir odam xato gapirib yorsa yolg'on bo'lmaydi.
bir odam bir jumlani noto'g'ri tuzib qo'ysa yolg'on bo'lmaydi. Yolg'on e'tiqodiy narsa. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalom yolg'on gapirgan odam mo'min bo'lmaydi deganlar. Chunki e'tiqodiy narsa, ishonib boshqalarni ishontiryapman deb yolg'on gapiradi. Masalan, Abraham Galuboy valati zino Abraham yolg'onni e'tiqod qilib gapiradi. O'shaning uchun ularni musulmon emas bular deyman. E'tiqodida tushunma odamlarni ishontiryapman deydi. Bir hodisaga o'zini ovozini qo'yib, "Men keldim, urdim" deb yolg'on bemalol tarqataveradi. Shu gapini men yolg'onligini bilaman, o'zi biladi, o'zi. Alloh bilib turganligi ham aniq. Lekin menga shaxsiy adovati bor odamlarni ishontirish uchun gapiraveradi. Men uni yolg'on deb yolg'onligini isbotlab bergan taqdirimda ham uni qabul qilishmaydi. Nimaga? Orzu qilishadiki, Abrorni shunaqangi qilib urush kerakligini. Orzu qilishadi. Tuya hammomni orzu qilganidek. Maymun britvani orzu qilganidek. Orzuda yuraveringlar. Mana shular yolg'onchi odamlar. Yolg'onchi. Jasmin yolg'onchi. O'zi jinsi o'g'il bola jinsida xotin qilib ko'rsatib oladi. Yolg'on, mana shu yolg'on. Keyin bir odamni o'sha qilib yurgan rasvoligini, qilib yurgan jinoyatiga qarshi chiqsangiz, sizga o'sha jinoyatini oqlash uchun yolg'on gaplarni aytishligi sizni ishontirib qo'ymasin. Dalilning zavobitlari bor. O'sha zavobitlarni ajratib olishimiz kerak. Bugun ajoyib kitob taqdimotiga kelganman. Uzurnoma degan kitob Falastindagi bola to'g'risida. Bizni super kitobxon loyihamizda ilk qaldirg'och Humayro degan ustoza bu kitobni yozdi. Super kitobxon loyihamizda. Nido nashriyoti orqali nashr qilindi. Bugun mana shu kitobning taqdimoti bo'ladi. Bu Temurni ofisida, ya'ni Osmondagi bolalar Najot ta'limga keldik. Chilonzor filialiga nasib bo'lsa, taqdimotdan ham sizlarga ulashamiz. Kitob o'qish yaxshi, kitobni qoidalarini tushunib o'qish muhim, vojib bo'ladi. Astoydil e'tibor berib, nimaga dalil keltirishlikni ko'rish kerak. Abdulloh Zafarni bu jinni bo'lgan desam, yolg'on gapirgan deyishdi, gapirding deyishdi. Keyin Abdulloh Zafar chiqib, "Ha, men jinni bo'lganman" desa, menga qarab, "Ana ko'rdingmi, sen yolg'on gapiribsan" deyishdi. Ana shuni dalil deb yurishibdi. Hozirgacha o'sha Abdulloh Zafarga ishonib, aldanib yurganlarni deyarli hammasi mana shu formulada aldanib yuribdi. Tushungan bo'lsalar kerak. Bizni saroy mulla deyotganini ham tagida o'zlari saroy mulla ekanini bekitish uchun yolg'on to'qishyapti. Bizni saroyga aloqamiz yo'qligini juda yaxshi bilishadi. Ular o'sha salafiy saroy, Saud saroyiga aloqador ekanligini, borib Turkiya saroyiga, borib Amerikaning saroyiga mullalik qilganligi fosh bo'ldimi? Fosh bo'ldi. Endi hozir chiqib nima deya oladi endi bular? Ha? Biz olamiy jihad qilyapmiz, xilofat o'rnatamiz. Biz jihoddan to'xtamaymiz deyishayotgan edi. Nima bo'ldi endi? Ha? Izroil bilan kelishdi-ku Ahmad Shar janoblari. Yolg'on insonni o'zini oyog'iga o'raladi. Yolg'onni gapirayotgan odam o'sha yolg'onida o'zi chalkashadi. Va oxir oqibatda Allohning ya'ni tadbiri bilan yolg'onda halokatga uchraydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlarki, as-sidqu tuma'nina deganlar. Sodiqlik, to'g'ri gap gapirish, har qanday vaziyatda to'g'risini aytib turaverish xotirjamlik deganlar. Xotirjam bo'lasiz. Wal kizbu riba deganlar. Yolg'on gap riba, shubha insonni xavotirga soladigan narsa. Odamlar rost gapirsam halokatga uchrayman deb qo'rqishadi. Aslida najot o'sha rostda.
odamlar hozir yolg'on gapirib chiqib ketaman deb o'ylashadi. Aslida halokat ana shu yolg'onda. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislaridagi bir ma'no shuni ifoda qiladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bizni maydondan yo'qol deganlarga alam qildirish uchun maydonda davom etamiz. Botilga qarshi jangim muqaddasdir muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.